Gender tengligi degan narsa umuman bizning madaniyatimizda yo'q bu narsa. Bizda ayollar bilan erkaklarni bir-biriga tenglashtirish shart emas. Bizda ayollar ustun turadi. Dinimizda oldin ayolga beriladi, yana ayolga beriladi, yana ayolga beriladi, keyin erkakka beriladi. Ayolni bizda balandroq qo'yilganda, o'shaning uchun bu qadriyat nuqtai nazaridan bizga o'rgatiladigan narsa emas gender tengligi. Erkaklar bilan ayollarning tengligi va ayollarni faollashtirish degan narsa nima uchun bizda shu kun tartibiga ketma-ket kelyapti? Oxirgi 100 yilni bundoq vijdonimizni qo'limizga qo'yib qaraydigan bo'lsak, ayollarni xor qilib yubordik. Ayollarni o'qitmadik. Oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan ayollarimizni soni dunyoda eng sharmandali holatga keldi. Ayolni o'qitishi sharmandagarchilik deb qabul qilish boshladi. O'qiganingda nima bo'lardi dedi. Borasan yerga tegasan birovni olib. Eram xotin emas, qul olgandek o'zini tutishni boshladi. Ayol kishini qadri shunchalar oyoq osti bo'lib ketdiki, oilasidan chiqib boshqa dunyolarga, boshqa joylarga pul topish uchun ketib qolishni boshladi. Erkaklar o'tirishni boshladi, g'urur ketdi. Ayolni beqadr qilib yubordik.